Avvalroq Python dasturini ahamiyatidan boshlaylik ishni. Python dasturida nimalar qilish mumkin? Qanday afzallik tomonlari bor? Shulardan boshlaylik. Mana Python dasturida hozirgi kunda veb dasturlashda, kompyuter dasturlari yaratishda, istalgan ilovani yaratishda, ta'limda, ma'lumotlar bazasini ishlashda, internet tarmog'iga o'xshagan tarmoqlardagi dasturlarni yaratishda, o'yinlar yaratishda, kuchli grafika yaratishda foydalanilib turibdi. Sintaktik yozilishi jihatdan oson bo'lganligi uchun ko'pchilik hozirgi kunda Python dasturlashni o'rganmoqda. Bundan tashqari, Python dasturlash tilida biror bir kod yozmoqchi bo'lsak, bizga kod yozuvchi dasturlar 2 guruhga ajratilgan. Birinchisi o'rnatib ishlatishimiz mumkin bo'lgan dasturlar, ikkinchisi onlayn kompilyatorlar bor. Mana bu hozir ekranimizda ko'rib turgan dasturlar PyCharm, Visual Studio, Sublime Text, mana Idle degan dastur, Spider, Jupyter. Bu dasturlar hammasi kompyuterimizga o'rnatib, shular yordamida Python kodlarini tahrirlashimiz, ishga tushirishimiz, sinab ko'rishimiz mumkin bo'lgan bu dasturlar ro'yxatidir. Bundan tashqari onlayn o'rnatmasdan turib onlayn tarzda ham ishlashimiz mumkin. Bularga misol uchun eng mashhurlaridan ba'zilarini aytib o'taman. Google Colab dasturi. Mana bu yerga kod yoziladi. Play tugmasi orqali dasturimiz qanday ishlayotganini ko'ra olishingiz mumkin. onlinepython.com degan saytni o'zdan bu tomonga kod yoziladi. Yozilgan kodni mana run tugmasi orqali bu tomonda javob chiqadi. Lekin online Python compiler degan dastur bor. Ular yordamida ham amalga oshirsak bo'ladi. onlinegdb.com sayt orqali ham, demak, onlayn tarzda Python dasturini ishga tushirib, bemalol tahrirlab, kodlarimizni tekshirib olsak bo'ladi. Biz sizlar bilan Pythonda o'zini rasmiy idle'idan foydalanamiz. Sodda va yuklash ham oson, ochiq dastur hisoblanadi. Buni olish uchun python.org degan saytga kiramiz. Python.org saytini tashqi ko'rinishi mana hozir ko'rinishda Downloads degan bo'lib turib, mana for Windows uchun bo'lsa, MacBook bo'ladigan bo'lsa, mana MacBookga bu tomondan yuklab olsa bo'lar. Windows uchun Python dasturini yuklab olamiz. Sichqonchani chat tugmasini bir marta bosamiz. Kerakli joyni ko'rsatamiz. Run tugmasini bosamiz. Yuklab olingan dasturni mana o'rnatish uchun dastlabki ishlarni boshlaymiz. Mana Pythonda o'rnatish muloqot oynasini dastlabki ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Mana bu yerdagi tugmachalarni belgilab olib turib, Install Now degan tugmani bosamiz. Python dasturi avtomatik tarzda o'rnatiladi. Python dasturini o'rnatib oldik. Uni ishga tushirib ko'ramiz. Barcha dasturlar ro'yxatidan Python yoqtirib ko'ramiz. Python papkasining ichida mana 4 ta fayldan iborat bo'ladi. Mana Python dasturini kod yozish va tahrirlash muhiti tashqi ko'rinishi xuddi shunday ko'rinishga ega.